Tayyormisizlar, Urganch? Zo'r bo'lishiga ishonayapman, xudo xohlasa. Energiyasi milliard ayol seminariga tayyormiz. Bular ichkarida Katta o'zgarishlarni kutyapman. Kuchli energiyani, yanada energiyani oshirishni. Yangi o'zgarishlarni kutyapmiz. Shunaqa ayollar energichini ichida olovi to'laki, bugungi seminar ham xuddi shunaqa kayfiyatda o'tadi. Negativda yashayapmizmi yoki pozitivda? Ana o'sha jismoniy energiyamiz, mana shularning hammasi bitta energiya. hech qachon rivojlanishda to'xtamang. Biz insonni o'zini emas, unga berilgan tarbiyani yomon ko'ramiz.